Devor tekizlikni ko'rdingizmi aka? Ko'rdim, zo'r, gap yo'q. Hali ko'rasiz, mashq ketish bo'lsa Jahongir minimalizm stili bor, o'zimizni вообще ommalashib ketadi. Nima sababdan ommalashishini obunachilarga bitta aytib ketaylik aka. Aytamiz. Eng asosiysi remont tez muddatda bitadi. Jahongir mana shu yerga necha kun ketdi? Aka 10 kun vaqt ketdi. 10 kun vaqt oralida sanuzoldan bitirib yubordik. Ikkinchi sababi remont sizga ancha arzonga tushadi. Nimaga? Patologiyadagi figuralarga, tiyaganlarga, devordagi lipkalarga, materialiga ham, xizmatiga ham ortiqcha pul sarflamaysiz. Ha bu minimalizmda bo'lgan bo'lsa, tekis nolda o'ziga ishlab beramiz. Mebellaringiz ham, eshiklaringiz ham minimalizm stilda bo'lsa, neoklassikaga nisbatan naqd 2 barobar arzonga tushadi. Oz mablag' bilan zo'r natija qilmoqchimisiz? Mana sizga zo'r yechim. Dешевый ko'rinishda neoklassika qilmang. Undan mukammal qilib minimalizm qiling, ana shunda to'g'ri qaror qabul qilgan bo'lasiz. Sizga yoqadigan yana bitta zo'r tomoni, bu dizayn 10 yilmi, 20 yilmi o'z holatini yo'qotmaydi, modasi hech qachon o'lmaydi. Hali sizlarga juda ham ko'p foydali ma'lumotlar beramiz. Bizga obuna bo'lib, kuzatishda davom eting. Like bosish esdan chiqmasin. Xayrlashmayapmiz. Ko'rishguncha.